Davlatimiz rahbari belgilab bergan xalq davlat organlariga emas, balki davlat organlari xalqimizga xizmat qilish kerak degan tamoyil bugun mamlakatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. Xususan joylarda o'tkazilayotgan sayyor qabullar fuqarolarning murojaatlarini tezkor hal etishga xizmat qilmoqda. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi huzuridagi Uzcom nazorat inspeksiyasi boshliq o'rinbosari Jasurbek Chorshambiyev ishtirokida Navbahor tumanida sayyor qabul o'tkazildi. Tortinmasdan savol berasiz. Shu yerda yechiladiganmi? Mutaxassislar shu yerda yechib beramiz. Tadbir Barkamol avlod bolalar maktabida bo'lib o'tdi. Unda 60 dan ortiq fuqarolar ishtirok etishdi. Sayyor qabul davomida murojaatlarning aksariyati joyida hal etildi, qolganlari esa belgilangan tartibda ko'rib chiqilishi ta'kidlandi. Bu yig'ilishni tashkil etishdan maqsad joylarda aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot o'rnatish, ularni hayotida yoki bo'lmasa kundalik hayotida yuzaga kelayotgan savollar, muammoli masalalar, telekommunikatsiya tarmoqlari yoki bo'lmasa pochta aloqasi tarmoqlarida bo'layotgan xizmatlar sifatidagi kamchiliklar yoki bo'lmasa o'sha iste'molchilarning huquqlari buzilayotgan holatlarni oldini olish, oldindan ularga maslahatlar berish barcha o'sha muammoli masalalarning yechimini joyida aholini oldiga borgan holda aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot jarayonlarida yechimiga erishish. Qabulda ko'tarilgan masalalar qanchalik turli-tuman bo'lmasin, barchasi rahbar boshchiligida soha mutaxassislariga jalb etilgan holda sinchkovlik bilan o'rganildi. Muammolarni tez va ijobiy hal etish choralari ko'rildi. Vaqt talab etiladigan masalalar alohida qayd etilib, nazoratga olindi.